Kecha emas, ko'p bilarkansiz. Ancha pul so'raysiz hozir o'zida. Tushunaman. Уважаемые коллеги, еще раз добро пожаловать. Мы рады вас видеть, встречать вас именно в этом отеле. Hozir Fashion TV atelda yuribmiz. Bu atel menga shunday yoqyapti. Kirishidan boshlab hamma yo'lga anqayib, mahliyo bo'lib yuribman. Keling, men bu tarafda ham bor ekan, bu tarafda ranglarni ko'ryapsizlarmi? Ranglari ham shunday zo'r tanlangan. Menga bir-biriga moslangan joylar yoqadi-da. Qaranglar. Bu yerga devorlar rangi bilan gulli ranglari, asoling gulli ranglari bir xil ko'ryapsizlarmi? Men Parizod burji vakiliman, shuning uchun ham deva bo'lganim uchun ham shunaqa narsalarga rosa ahamiyat qilaman. Hotel boshidan обновление bo'lgan, noldan hamma yoq hozir bu yerda yangi. Yon tarafida basseynlari, podogrebli basseyn, zimniy basseyn, dengizga bir qadam, keyin lanchlari ham juda zo'r, xullas mazza qilib yashashli otel. Birgalikda hozir obzorini ko'rsatib beramiz. Otel nimasi bilan o'zi ajraladi? Birinchidan kompaktligi bilan. Hozir qanaqa kompaktlik deyapmiz, chunki bu tarafida o'zi asosiy joyi. Bu tarafida villalari bor. Villalari lekin bu yerdan 2-3 barobar katta. Ayniqsa eng zo'r joyi mana qaranglar. Men kelganimda o'zi oldin xolodilnikni ham qo'yib qo'yishgan. Xolodilniklar notashadi. Kelmaganmisiz? Mana keling, jardindirda arzon narxlarga qilib beramiz. Faqat ishlayvermasdan kelib turish kerak, dam olib turish kerak, to'g'rimi? Ha, bizga ham shu yerda oilaviy hisoblab bera olasizmi? 2 taraf hisoblab bersangiz, mana shu bitta oilaviy kelardi. 4 taraf So'rab beray. villasini ko'rishga ketyapmiz. Уже sezonan menga 100% yoqadi. Hozir bitta dona villa tayyor, qolgani tayyorlash jarayonida. Men aytdim, sizga o'tganimda bu menga yoqishini ko'nglim sezyapti deb уже ko'rasizlarmi? Bu villa boshqa villalarga umuman o'xshamaydi. Umuman. Bu yoqdan ko'rsataman, qaranglar. Xolodilniklari. Sizlarga bir chekkadan obzor qilib beraman. Mana shkaflari, kofe ichimliklari. Bu yoqda ham ko'rishingiz shart emas. Bu yerda bo'lsa, ingliz tilida living room deyiladi. Voy, bunaqa joylarda-chi, divan kreslo ham boshqacha bo'ladi. Bor-ku. Yuraylik, bitta o'tiring-da. Ko'rmaganni sindirman mana keling endi yotoqxonamizdan, birinchi yotoqxonamizni ko'rsataman. Vau! Bizga turing, mana shu kelmayapti-da. Men bugundan boshlab tanlayman. Chiroyli, qaranglar, boqini pastellar solib qo'yishibdi. Bu yerda shkaflarning ichini ko'rsataman. Mana seyflar, tapchikalar, ложкаlar, hamma narsa bor. Qaranglar. Bu masalaga ko'rsatgan xolodilnik birinchisi edi. Bu bo'lsa ikkinchisi. Ikkinchisida ham shunaqa ichimliklar, bularni ham har kuni to'ldirib kelib tashladi. Bu tomon kattagina televizor ko'rsatiladi. Cherto'rasida ko'rsatmaydi-ku. Bu yerda katta panorama vidli oynasi. Endi sanuzulga kiramiz.
juda ham oppoq chiroyli sanzir qilib qo'yishibdi. Bu yerda tozalik vositalari. Mana ular o'zining brendimi? Bottega Veneta va qimmat brend bu. Yo'q. Aytishligi bo'yicha qimmat brend ekan, men bilmayman. Birinchi marta umrimda ko'rib turibman bunaqa narsalarni. Bu yerda Endi biza ikkinchi yotoqxonaga kiramiz. Bu yotoqxona ham juda ham chiroyli qilingan. Shu tarafda kattagina oyna, oppoqgina pastelli kravat. Bu yoqda mana bizani 3-xolodilnikimiz. Ichi to'la ichimliklari bilan birgalikda. Bu xonada ham kattagina televizor bor. Bu bizani xuddi shu oxirgi ko'rsatgan yotoqxonamizni sanuzili. Bu yerda ham ko'rib turganingizdek, hammasi full darajada to'ldirilgan. Bunisi bo'lsa ikkinchi yotoqxonamizning shkafi. Bo'ldi, men qatib ko'rsam bo'pti. Bo'ldi menimcha. Terrasga chiqib balkonni ko'rsatib bo'lmaydimi? Terrasa xonamizdan chiqadigan shunaqa balkonga yo'l bor. Chiqqaningizda toza havodan bahramand bo'lasizlar. Ko'rsatdimmi, qorsiz? Hozir aynan plyaj tayyorlash ishlari ketmoqda. Bundan tashqari har bitta plyajdagi yeshaklarni inobatga olingan bo'lsa, bu yerda yeshak emas, bu ham bir juda ham yaxshi условиядagi nima desam ekan, divandek qilib qo'yishgan. Hamma qulayliklar bor. Qo'shilgan olib, bu ham basseynga borsanglar bo'ladi. Bu yerda bemalol anaqalari bor ekan, attraksion nima edi? Akvapark bor ekan. Bundan tashqari ichkarida fotograf basseynlari bor ekan, spalari bor ekan, fitnesslari bor ekan. Xullas, hamma otelda bo'ladigan luxury, o'sha oteldek bo'ladigan hamma xizmat ko'rsatish bor, lekin bu yerda yuqori darajada. Sababi mana biza bu yerda plyajda taqchalarni boshqa joylarda ko'rganmiz, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana tashqarida shunaqangi qaralgan holatda o'tirishlar bo'lar ekan, o'zingizga yoqtirgan sneklar, barlarni ichi. Bu yerda mana shunaqangi shoular bo'lar ekan, ko'rishingiz mumkin. Hozir ham hattoki basseynda DJ bo'lyapti, jonli musiqa bor, ya'ni DJ jonli musiqa bilan nimani qizdiryapti. Bundan tashqari bu yerda yana mana water sports deb bir ikkita sport turlari bor ekan, suv sport turlari. Bemalol ulardan foydalansanglar bo'lar ekan. Shundoqqina dengiz yonida plyaj bor. Plyajda ko'rib turganingizdek yeshaklar bor. O'zi вообще-то bularni yeshak ham deb bo'lmaydi. Ko'rasizlar, ustida matras. Bu kravatda yeshak emas. Zaostrzyliśmy szwedzkie stol restoranlarimizni sovuqlar yozib qo'yilgan. Ertalabki soat 7:00dan 11gacha завтрак, обед 12:30dan 11:30gacha, ужин 19:00dan 21:30gacha. Hozir shunday dazor ko'rsataman. Bundan tashqari otelda ko'p snack barlari bor. Turganlarda bu hatto restoranlar. Ulardan shunaqa мороженое.
Ularni ham qo'yib qo'yishganini ko'zlari emas. Nima bilan etsidi, shuning uchun pishirishadi. Yo'da endi shirinlikdan tashqari qilmoqda. Chichishni sup. Shirinlik zo'r. Me'yoridan qisqarsa lekin yomon. Hali qo'losida biz aprel oyida yurganimizga ko'tarib hali ishga tushmagan. Qo'lning atelli yarmi hozir ishga tushgan holda shunaqa turibdi. Hali qo'lning atel ishga tushmagan. Bu yerda ko'rgan yerda o'tirgan joyda.